Xorvatiya bilan Vengriyaga chegaradosh hududda yo'l hozirgi kungacha ochiq bo'lgan, biroq shu haftadan u to'lig'i bilan yopilishini Vengriyaning premyer-ministri Viktor Orban ma'lum qildi. Hozirgi kunda minglagan qochqinlar Yevropa o'lkalarida tinch yashash uchun chegarani kesib o'tishga harakat qilishgan. Vengriyagacha avtobuslarda hamda poyezdlar bilan kelishgan. Undan keyin hukumat vakillari ularni Avstriyaning chegarasiga yuborishgan. Bu yerda muhojirlarga yordam ko'rsatuvchi punkt ochilgan. Unda Vengriya hamda Avstriyaning fuqarolari xizmat ko'rsatishadi. 29-sentyabr tunda ular poyezdlarni tunashgan qochqinlarga yordam ko'rsatishgan. Unda umumiy 4,5 ming muhojir qolgan edi. Булар жолго чыгышкандыгына абдан бактылуу, жоңуна биздин пунктка жакындаганына. Албетте айрымдары көбүрөөк жардамга муктаж. Жаш балдары, ымыркайлары менен келгендери бар. Аларга сүт азыктары керектелет. Unga qo'shimcha o'tgan haftada Germaniyada yangi qonun kuchga kirdi. Unda qochqin maqomiga to'g'ri kelmaganlarni o'lka hududiga kirishi taqiqlansin deb yozilgan.